Assalomu alaykum barchaga. Bizning oilada quvonchli yangilik. Ovsini o'g'il farzandli bo'ldilar. Bu shirinchalarni raddumdan qaynim ikkimiz olib chiqadigan bo'ldik. Shu fursatdan foydalanib, esdalik uchun ozroq video tayyorladim. Marhamat, tomosha qiling. Nechta kakao ketdimi ukacha? Akalari kakao ketdi. Voy, qo'yinglar qani. Assalomu alaykum ukajon, qamadinglar-ku? Xullas bugun 18-yanvarga Xudo xolasa o'tdik. Hozir 12:00. Biz raddumdamiz. Bilmayman, gapirishim g'alati. Madinani hozir olib kirib ketishdi. 10:30da keldik, 2:30 past deyishdi. Hozir mana 12 bo'ldi, 1,5 soat bo'ldi kelganimizga. Birinchi tug'ruq. Xullas hozir aptekaga ketyapman. Tug'ruq to'plami degan narsa, titratskilen, balobatlar, boyagidaqa pipetkalar. Короче, o'sha narsaga chiqib ketyapman. Hop, soatimiz 4:19. 1 soat oldin 3:30da tug'ib oldi Olsinam, Allohga shukr. Anchagina qiylandi, darsi qutildi, shirinchagina o'g'ilchalik bo'ldi. Tug'ilgandan keyin ukollar qilishdi. Endi qiynlanadimi, qiynlanmaydimi, bir odam kelish oson emas. Tuqqandan keyin kuch ketadi. Kuchlantiruvchi qilishadi. Xullas o'sha qilingan ukollarni hozir o'rniga olib bergani ketyapman. Qashqadaryoni boshqa viloyatlardan ajratib turadigan, men uchun ajratib turadigan odatlardan yana bittasi bu yangi tuqqan xotinga atala berilishi. Atala ham oddiy yoqqa emas, zig'ir yoqqa qilinadi. Ichiga bunday tuxum solinadi. Bu faqat yangi tuqqan xotinga qilinadi. Bilmayman qancha qilinadi. Men 5 kun raddumda yotgan bo'lsam 5 kun to'lqa atala ichganman. Chiqqandan keyin ham ichganman. Hozir ovsinim ham ichyapti. Bu yerda o'zimizga sho'rva qilganman. Sho'rva ham ichsa bo'ladi, lekin men bolgarskiy solib qo'ydim ichiga. Как будто men ikkita tug'maganman. Men parhez qilmaganman. Вот, endi buni icha olmaydi. Bundan ichib turadi buguncha. Shunaqa. Lekin вообще mazasi zo'r bo'ladi. Zig'ir yog'ini umuman ta'mi kelmaydi. Shunaqa gap. Videoni shu yergacha ko'rganingiz uchun rahmat. Albatta kanalimga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ulashing, kommentariy yozing. Bu meni xursand qiladi. Ko'tarilishimga yordam bering. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.